Boshlang'ich $1000 bilan mana shu 2013-yil ishlab chiqarilgan 1.6 motorli Lacetti mashinamiz halol nasiy savdoga berilayotgan ekan. Akalar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Sraz obzor qilib beramiz akalar. Yili 2013 akalar, o'sha 1.6 motorli akalar, faqat faralari yaxshi holatda, balon holatlari ham juda ham yaxshi, hamda ozgina mayda chuyda zazorlari bor ekan, lekin mashina holati birovda yomon emas. 4 ta eshigi shumkasi bor akalar. Salon qismiga kiradigan bo'lsak, obshipkalar yaxshi holatda. Chexollari yaxshi holatda, poliklari yaxshi holatda, o'zini ham naqarullari 270 ming, 266 ming probekda ekan. Akalar, mashinamiz avtomat, mana test monitorlari bor. Xullas, faqat men barini krishkasini almashtirib olish kerak. Akalar, xudo xolasa tepada video registrator, faqat oynasi ozgina dast ketgan joyi ham bor ekan. Tepada lyuklarigacha bor ekan, xudo xolasa. Mashina holati yaxshi. Orqasi yengillanishi 3-paketning gazlarigacha bor. Xullas, kimga ma'qul kelsa, kelib haydab ko'rsin, xudo xolasa, yo'qsa baraka qilsangiz bo'ladi. Orqada ham ozgina bamper osilib qo'ygan joyi bor ekan. Mana akalar, ko'rsatib o'tib ketdik. Ko'rsatmading shuni demaydi. Xudo xolasa, bizda eng top kommentar yozadigan bolalar asa ko'p akalar. Bizning auditoriyada shunaqa. Xo'p, boshiga $1000 berasiz. Qolgan egalari bilan batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Faqat Toshkent shahar, Toshkent yonbag'irlariga beriladi akalar. Xullas, egalarni nomerini qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa yaxshi Lacetti qidirgan o'rtoqlarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmas. Akalar, joningiz sog' bo'lsin, o'zingizlar ehtiyot qilasizlar.